Assalomu alaykum kabutar qog'ozlari. Bugungi syomkamiz Quva shahridan bo'lyapti. Quva sentrning o'zida. Aka chaqirib oling. Keling, Bahodir aka. Bahodir akam qushlari. Bitta ko'proq Tashkentskiy. Ha, qaysi? O'ta charchar bor ekan bitta. Keyin mana Anjan qizil hakkasi bor ekan. Bir jup mana. Ular jupi bola ochdi. Ha, bolasini ochibdi buni. O, Tashkent. Ular Toshkentda, ular ham tuxumda. Maktab tuxumda bor ekan mana. Maktab juplar. Narimi modasi tuxumda. Ular Toshkentskiy. Ular Toshkent, maktabda Anjan bor ekan. Bir Anjon bor. Bular uchirmagansiz aka bularni? Yo'q, menda uchmaydi. Bularni Valerdan olyapmiz. Valerda olinadi. Valerda tashqarida Chiqib Valerdan olyapmiz. Sen uchirmaydi ekan aka kaptarlar, hat bolalaydi ekan. Uchirgan daryoda bor. Hakkalar, oqlari Toshkentskiyda. Hozir narxlarni ham aytib ketamiz hammasini. Buni bakini ham bor ekan bir jup. Jup o yoqqa boryapti. Deyapti, anaqa suvchi bor ekan, uchmaygan. Uchma o'sha. Ashu yomon. Aslida mo'ralar yomon uchadi, mana shu qo'shnilar. Ular uchgan bo'lar. Kim uchgan, men uchirmayman. Uchirmaydi ekan. Ular tuxumga haydab qo'yibdi bunlari. Aka ketdi ekan. Mana shu aka jup nechi pul? Narxi bularda Toshkentskiy. Ularni $150 deymizmi? Yo'l qo'yib beramiz. Kelishlar. Mana eshityapsizlar, o'zinglar. Bular Anjanlar. Anjanlarda ham $150 beramiz, kelishlar ular. Bu juvonesi Toshkentskiy juvonlar. Toshkent juvonlar berilaveradi. Kelishiladi. Bunaqa bilan bas endi. Narxini aytinglar aka. Shunga qilib telefon bas qo'yasizlar aka. Uni jupi o TVdagi. O yonida turibdi-ku uni. Ha. Uni harigisi onasi. Ha. Bu bir bo'lsa sabesi. Bu samkasi bo'lishi kerak. Bittasini ochilib, bittasini to'g'ri olib berdi-da. Ha. Onadagi cho'rin spinka. Ha. Mashin bilan birga bitta par ekan mana shu. Bo'pti, bor kelaman. Narx aka bularni, juvonlarni. Bular yengilroqmi? Bu yengilroq ular. 1 million kam bor. 1 million kam bor ekan. Buni otasi qani buni? Otasi Mo'min. yo'q, uni otasi boshqa yoqda. Uni ham ko'rsataman hozir. Ha. Bo'ldi. Mana bakinlari ekan. Bular haqi uchganlar, uchmalar, kuchli boshlar. Necha pul jupi bakinda? Jupiga necha pul deyman? Beriladi, kelishiladi. 1 million deyman, kami bor, kelishiladi. Yo'q, bular bakinlardan 1 million deysiz jupini. Nima kaptar sotib yuribman, men to'g'rimi endi? Endi 1 million balki 1 million kecha ham aytgan bular jupini rasm sotgan bo'lsa 150 ming, 100 ming sotib olib bular jupini bakinlar. Jupini 500 ming deylik bo'lmasa. Bu so'tchi. So'chdan beraveramiz yaxshi. Bu hakkalarchi aka? Qaysi hakka? Toshkent. $150 hakka. $150. Toshkent, Tarakan. Toshkent. Bir par ekan $150. Masalan, men Toshkent tushunmayman, aka tushunadi. Toshkent. Tushunganlar o'zi telefon qilasiz, nomerini olaman hozir. O'z bilan gaplashaverasizlar. Mana bu oqlar. Oq Toshkentskilar. Oq Toshkentlar. Bu bolasi yana mana. Ha, samka o'sha. Ha. Necha pul bu bolasi bu? Ashir bolasi emas, u ham ashir samkasi. Ana ikkovi jupmi ana bu? Yo'q, ular narilar, sametslar. Ha, mana bu ular mana degan bittasin. O chavkar necha pul? Chavkarni samkasi o'lib qoldi, samesi qo'ygan. Ha. $100. $100. O nimachi? Qopqonlar Toshkent Qopqonlar $150. $150. Ishlayapti, ishlagan kaptarlar hammasi. Aytdi ekan mana. Ha, bu qizil hakkalar. Qizil hakkalar beraveradi $100. $100 ekan. Endi biz aytib, narxini aytib men chiqaryapman. Egasini nomerini qo'yaman, egasi bilan kelishaverasizlar. Bu narx aytilaveradi. Odam kelishib olaverasizlar. Bu qoralar uchganmi aka? Qoralar, ikki qora jup. Mana unga hozir kirib olib chekiladi. O'sha narigi ikki jup. Ular rosa 3 xil ikki. 3 xil. Rosa 3 xil. Telefon qilib pulni so'raverasiz, telefon nomerini qo'yganimdan keyin. Mana hali bakingiz nari mana. Ashirnisi, ha. Mana o'cha anteni mana. Qani? Mana oq. Oq ko'z. Ha. Oq ko'z Toshkent. Ha, oq ko'z Toshkent. Bu necha pul bu? 500 ming. 500 ming. Qanoti bayroq. Qanoti bayroq. Bu jo'ri ham Toshkentmi bu? Bu ham Toshkent u ham. Bu necha pul?
Buni ham jupi yo'q. Ha, hech 500 ming yozib beraveramiz. 500 ming ekan. Jupi yo'q. Jupi yo'q ekan. Mana bu aytdim, hozir mashinani bolalar ham mana bular. Yo'q, u boshqani bolalari u. Ular sotaverasiz, ularni. Ularni ham sotaveramiz. Mana shu donga tushib deb bor. Shu don yeyapti hozir. Don yeyishyapti. Necha bular juvonlar uchalasi? 500 ming. Uchalasi 500 ming ekan. O'tib boya qarab qo'ying. Mashmashni kapitallarni, bolalari. Mana endi sekin yana bir boshdan olib beraman mana. Hozir narxlarni aytdik. Ko'rdinglar. Quva shahrida, sentrda, Quvani o'zida. Farg'ona viloyati. Quva shahrida. Eshitaman. Mana Alo. sekin o'zi tushunganlar telefon qilaverasizlar. Qo'lini turibdi-yu. Ha, tashkil. Alo. O, shas Ginezovcha Chovkar ekan. Men ham endi bildim Chovkar qanaqa, Toshkent qanaqaligini. Mana Toshkentda oq ko'z ekan. Qanotlarda iynada yo'q hammasini. Mana Qizilxatga qo'shdiq ekan. O hakkalarni onasi Hammasi ishlayotgan kapitallar. ishlayotgan kapitallar ekan. Alaykum assalom. Mana bu yerda ham bolalar bor, kelish bonusi bilan Alo. turasizlar. Rahmat. Kelgan. Telefon qilaveradingmi? 84 Hop. Ha. Sen bekat emas mashlar. Tuxum qo'yishyaptim, bolasimi bor ekan. Hop. Bolasi bo'lsa mashlardan bonus qilib ketaverasiz bolasi bilan birga. Narini ham ko'zini ko'rasiz. Alo. Qora aka, men hozirga aytdim domla. Bo'ldi qora aka. Mashlar so'shdan vaqtda yapti. Shatratda seydi. Bo'l saraf qilaman. Yalang'a baqadiganlar yana. Bo'ldi. Hammasini o'zi ishqibozi bor. Syomkada kamchilik bo'lsa ham uzr. Shular yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar. Aka telefon nomeringiz? Telefon nomerim 33lik. 33lik 302 302 84 84 14. 14. Akaga aloqaga chiqaverasizlar. Aksiyanaga ham yozib qo'yaman nomerini. Quvali. Quvalan. Mana u mashina bilan bolalar ham tuxumda ekan. Ha, ishlayapti. Mashlarda qiziqqanlar akaga aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Hammasi puli aytilaveradi. Kelishilaveradi. 500 dollar, 1000 dollar, 1000 so'm, 1 so'm ham to'lab, bu telefon qilib kelishib, chaptari kelib ko'rib, xirmondan olib ketaverasizlar. Joylar sog' bo'lsin. Mavzuda kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr. Musofirliklar Alloh panohida bo'linglar, charchamanglar. Yangi ko'rayotganlar podpiska bo'linglar, like bosinglar. Kommentariya yozaverasizlar nima bo'lsa. Kamchilik ham bo'lsa ham, yoqqan bo'lsa ham yozaverasizlar. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin, tan joylar sog' bo'lsin. Sizlar uchun xizmatdamiz hamisha. Sağ olun.